Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni Toifga kelib da'vat qilganda, anaqa tepada hozir qarab turgan bolalarning qo'liga tosh berib, yosh bolalar-da mana. Shularning qo'liga tosh berib, o'sha ishonib borgan boy do'st og'aylilari Muhammadni mana u odamni toshbo'ron qilinglar, bu jinni ekan dedi. Ayamay bolalar tosh otishdi. O'zlaridan ketib qoldilar, oyoqlari chiqdi, peshonalar yorildi, qonlar oqildi. Farishtalar, Jabrayil ikkita farishta keldi. Ya Rasululloh, biz tog'larga vakil qilingan farishtalarmiz. Tog'larni ko'tarib qarab turadigan farishtalarmiz. Alloh sizni izimizga buyurdi bizni. Mana shu Toifga mana shunday tog'ni olib kelib shunday bosib qo'yaylikmi? Sizni peshonangizni yorgan, oyog'ingizni chiqazganlar. Sarvar olam aytdilar, yo'q, men qarg'amayman, bular bilmayapti. Meni payg'ambarligimni bilishmayapti. Alloh menga sabr bersin. Ey Rabbim, oyog'im chiqdi, yurishim kerak, shifo ber. Peshonam yorildi, davosini ber, shifo ber. Men chidayman hammasiga. Doibat qilmayman dedilar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ko'p qiyinchiliklar o'tadi da'vatchilardan ham. Lekin sarvari olamga kelgan qiyinchiliklar oldida bizniki hech narsa emas. Alhamdulillah, Allohga shukr. Shunday jafolarga, shunday sitamlarga, qiyinchiliklarga loyiq ko'rayotgan Alloh taolo egamni o'ziga ham sanolar bo'lsin.